O'tirishini qaranglar buni. Eng aqlli bola, eng ekonomist bola shu o'zi uyimizda. Ana ikkita oyog'i borlar ekonomist emas ular. To'g'rimi? Ha? Kiyim so'ramaydi bu, ko'chaga chiqaman demaydi. Ha? Bir narsalar olib ber demaydi. Mana shu ustida bitta kiyim bilan yuradi bu. Ana ular yomon. Kiyim kiygisi kelaveradi ularni, to'g'rimi? Ko'chaga chiqib bir narsalar olgisi keladi ularni. Eng yaxshi bolam shu mana. Jonim mana. Ekonomist bu. Bitta shu kiyimda yuribdi. Moy. Jonim mana. O'tirishini qaranglar. Aqlli. Hamma joyda xabarab, hamma joyda bilib yuradi. Kim kelsa kutib oladi chiqib. Ha? Kim kelsa kutib olaman degan. Ularga o'xshab tushunmasdan o'tirmayman degan. Quloqim hamma narsani eshitadi degan. Ular hech narsani eshitmaydi ular. Bu hamma yo'qni biladi bu. Ana. O'tirishini qaranglar buni. Xuddi xo'jayinga o'xshab o'tiradi. Ekonomist o'g'lim mana bu. Ekonomist bu. Miyav.